Jannatiyim kichkinagina iltimosim bor. Haddini siqib sizga aytyapman, Allohning jamolini ko'rgin. Ushbu videoda sizlarga qo'yib ozgina tarqatishda yordam bering. Biz hozir Allohning baytida turibmiz. Sizning haqqingizga duo qilyapmiz. Siz ham Rossiya hududidan labbayk Allohimni aytib, ehromlarga kirib, Allohning baytiga tavof qilib, umra amallarini mabrur holatda qilgani kelsangiz bo'ladi. Hozir bir hoji bobomiz bilan suhbat qilamiz. Hoji bobo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji bobo, qayerdansiz? Biz Moskvada hozir yashaymiz, Tojikistonda ekan. O'z Tojikistondansiz, Moskvadan keldingiz-a? Moskvadan keldim. Konsertlar bo'lmayaptimi, hoji bobo? Yo'q. Kim bilan keldingiz? Oilam bilan keldim. Oilangiz bilan, ojonim bilan keldingiz. Ojona, assalomu alaykum. Konsertlar bo'lmayaptimi? Yo'q, rahmat hojilar, rahmat sizlar. Sizlar sharofatlaring bilan mana bu shetlarni ko'rdik. Odamlar gapirsa ishonmas edik, uydi. Mana sizlar sharofatlaring bilan shekka kelib. Yana momo bo'lmadimi? Ziyoratli yo'q, rahmat. Hammalaringga rahmat, katta rahmat. Kelib shuncha bizni shunday ko'rsatib, ko'zimiz bilan ko'rsatib, bizni oq qorani o'rgatganlaring uchun rahmat sizlarga. Minnatdor. Alloh rozi bo'lsin, hoji bobolar. Xullas, siz ham Allohning baytiga Rossiya hududidan qaysi davlat fuqarosi bo'lishingizni qat'iy nazar tashrif buyursangiz bo'ladi. Buning uchun ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qiling. Juftingizga ushbu videoni tashlab qo'ying. Billa juftim bilan kelaman degan insonlarga assalom.